Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Azizbek Hambarov Irkutsk shahridan. Bugun 27-iyun juma, hamon juma ayyomlari bilan. Do'stlar, bugungi video kimki Irkutsk shahriga kelib, taksida ishlamoqchi bo'lgan aka-ukalarimizga videoni ko'ringlar, kommentariy yozinglar. Обязательно obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib, klasslardan mutlaq bo'linglar, ukalar. Короче, bunda ketdik, boshladik. Taksida ish qanday bo'lyapti? Taksi hozir ikkita populyarniy Irkutskda ikkita populyarniy taksi bor. Bittasi Yandex, ikkinchisi Maxim. Bu Maxim bu anchadan beri bu bo'ldi desak ham bo'ladi. Maxim bor paytda Yandex yo'q edi. Ancha-muncha park nimalarda, boshqa taksilarda chiritib tashlagan, yo'qotib tashlagan bu Maxim bo'ladi. Keyin Yandex keldi. Yandex bilan mana 6 yil bo'lgan bo'lsa Irkutskga kelganiga. 6 yildan beri bir-biri bilan olishib kelyapti. Yaxshi, shunda ham ushlab kelyapti Maxim. Yandex bonus berayotganining hisobiga, sel berayotganining hisobiga ozgina ushlab turibdi tevaroqda. Agar shu bonuslar, sellar, koeffitsiyentlar olib qo'yilsa, uje yana Maxim o'tib ketadi, hamma Maximga o'tib ketadi. Demak, kelsak, do'stlar, ishga. Irkutsk shahrida ish qanday bo'lyapti o'zi? Do'stlar, Irkutsk shahrida yaxshi, taksi yaxshi, zo'r. Allohga shukr, nolish yo'q. Maximda ham bor, Yandexda ham bor, ishlaydi. Yangi ishlamoqchi bo'lsangiz, men tavsiya qilardim. Birinchi o'rin, agar Rossiyaga chiqmagan bo'lsangiz, yo'llarda bilmasangiz, shaharlarda, katta shaharlarda yurmagan bo'lsangiz, Maximni tavsiya qilardim. Birinchi 1 oy, 2 oy Maximda ishlab, adreslarni bilib, nimalarda, rayonlarda yodlab, hozir men shu Maximni ko'rsataman, nimaga shunday deyotganimni. Hozir do'stlar. Mana do'stlar, kirasiz, yo'qdik. Buni Maximda programmasi do'stlar. Uni zakazlaysiz, buni chiqadi mana. Bu ближайший degani yaqindagi zakazlar mana kirasiz. Bu Maximda zo'r tomoni sizning ikkinchi adresingiz ko'rinadi, puli ko'rinib turadi, boradigan joyingiz. Bemalol zakazni olishdan oldin ko'rsangiz bo'ladi. Qanday borsam ekan, qaysi yo'l bilan borsam ekan, qayoqqa boraman deb Dvagiskami yo shunday Maximda o'zini kartasi bor, shunda ham ko'rsangiz bo'laveradi, yo'l yo'radi. Keyin ko'rib olib turib, spokойно klient oldiga borsangiz, shunisi yaxshi. Keyin Maximda yana bir zo'r tomoni filtr bor, filtr. Buni filtrga kirasiz. Mana yerda filtr bor mana. Men o'zi belgilab qo'yganman. Dnём работа, ночь работа, новый filtr, юбилейный, школа, Irkutsk, Sinyoshka, endi shu tomonlarga qayerga borsam. Bu dnём работа degani bu kunduzgi ishlagan paytimda yoqib turib ishlardim oldin. Hozirgi unchaqa Maximda ishlamayapman, Yandex ishlayman, основной. Endi yangi ishlamoqchi bo'lganlarga tushuntiryapman skachat qilib. Bu ночь работа deb qo'yganim, bu kechqurun, ya'ni chekka joylarda zakazlar yo'q bo'ladi. Bu Center, Lisixa, Solnochniy aeroport, yana Center 4-5 ta rayonda qo'yib qo'yganman. Men aytmoqchimanki, ikkita rayon qilib qo'yib, shu ikkita rayonda o'rganib turib, keyin yana bitta rayon qo'ysangiz bo'ladi. Yana bitta rayon qo'ysangiz 3 ta qilib, 4 ta qilib, 5 ta qilib qo'yasiz, filtrga qo'yib olasiz. Boshqa yoqqa berib olmaydi. Faqatgina shu qo'yilgan nimangizga beradi, filtr rayonlarga beradi. Ertaman rosa probka mahali ikkita rayonga qo'yasiz, masalan, Yubileyniy, Radujniy degan rayonlar bor. Shu rayondan chiqmasdan probka tarqagungacha ishlasangiz ham bo'laveradi. 180 so'm, 200 so'm, 250 so'm shaqli ishlashadi bolalar. Boshlashni qilib o'rganib olsangiz, keyin 1 oy yaxshilab yo'llarni bilib, rayonlarni yodlab olib, o'qib oshirgandan keyin Yandexga ulanib turib, Yandexda ishlasangiz bo'laveradi. Chunki nimaga unday deyapman? Yandexga kelib sirazi ulansangiz, hozir 2 yil adashmasam 3 yildan beri ishlaganlarga tochka B ko'rsatmaydi. Ya'ni zakaz berdi, boradigan joy qayerga borasiz bilmaysiz. Qayerga borishni klient kelib, toki klient oldiga kelib, namestani ezib, nima qilmaguningizgacha ko'rmaysiz. Siz klient kutib turgan bo'lsa, keldingiz, namestani ezdingiz, shap klient chiqdi, поехали dedi, siz shoshib qolasiz. Qayerga borar ekan bu? Qayerdan yurar ekanman degan o'y fikr bo'lib qoladi yangi kelganingizda. Shuning uchun Maximda ishlab ko'rib, oldindan klient oldiga borishdan oldin ko'rib olsangiz, adresni boradigan joyini, pulini ham ko'rasiz. Spokойно 1 oy yoki tez o'rganib ketsangiz, 1 hafta ishlab turib, keyin Yandexga o'tib olsangiz bo'ladi. Yandexga sirazi o'tsangiz, shu tomonlari qiyin. Ikkinchi adres ko'rsatmaydi, puli ko'rsatmaydi, qayerga borishligi. Shu bilan qiynalib qolasiz, do'stlar. Shunga maslahat berardim. Birinchi kelib, Irkutskga kelib ishlayman siz Maximdan boshlagan yaxshi. Bu yangi voditellarga, yana ishlab yurganlar nima qilmaylar, yomon fikrga borib,
Yandex zo'r, Yandex zo'r. Yandex zo'rligini prekrasno hamma yaxshi biladi. Mana men o'zim aytyapman, Yandex zo'r, koeffitsient bilan beradi. Shu koeffitsient berayotgan mahalda zo'r, boshqa yo'q. Shu birinchi yangi ishlaydiganlarga men Maxim tavsiya qilaman. Keyin Maximning programma nimasi, komissiyasi ham agar polniy обклеение bo'lsa mashinangiz, polniy deganim endi oldi orqa ikki yoniga kapotga bitta rasmda qo'yib qo'yadi. Shuni polniy deymiz. Sizdan birinchi oy to'liq ishlaysiz 10% oladi. Keyin yana ikkinchi oydan yana ishlayveraman desangiz 5% ga tushirib qo'yadi shuni. Mana shu tomonlama zo'r Maximda. Komissiyasi ozda 5%. Agar ikkinchi oydan уже ishlayman desangiz. Yandexda komissiyasiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda Yandex o'zi Irkutsk shahrida, boshqa shaharlarda bilmadim, aynan Irkutsk shahrida 14,5% oladi har bitta zakazga. Siz majbursiz ishlashga через park. Siz samazanit u ancha odam ishlamaydi, samazanit primo ishlamaydi. Через park ishlaysiz. Parkga ham to'laysiz. 1,5%, 1,3% ligi bor. Kuniga 90 rubl, 80 rubl oladiganlari bor. Har xil. Shuni guruh olib qaraganimizda общий Yandexda bir 18%, 17% ga bitta zakazingiz to'g'ri keladi. Masalan deylik, 100 so'mlik zakaz olib bordingiz. Sanan 100 so'mlik zakaz yo'q, endi aytyapman. 100 so'mlik zakaz olib bordingiz, 17 rubl Yandex o'ziga olib qoladi. O'sha pulni, pulni 17 rubldan tashqarisini sizga beradi. Maximda agar hozir kelib birinchi ulanib naklinkani yopishtirib ishlasangiz 10% gina oladi. 10% degani u 100 so'mdan 10 so'mini berasiz, qolgani o'z cho'ntagingizga qoladi. Keyin yana Maximda bir yaxshi tomoni, birinchi kelib ulanib boshida ishlay boshlasangiz, sizga bir hafta bez komissiya. Komissiya umuman olmaydi. Bir hafta maza qilib ishlaysiz. Bez komissiya. Shunisi zo'r. Yana nimasiga kelamiz? Yana qanday dokumentlar savol kelganida kommentariyada qanday dokumentlar ketadi akadi. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston fuqarolariga, ya'ni o'zimizning Sredniy Aziya bemalol ishlashyapti. Patent u ikkinchi masala. Yandexga, Maximga ham siz birinchi Rossiyaga keldingiz, Irkutskga. Nimes Praves, водительское удостоверение bo'lsa, keyin staji 3 yil bo'lsa, Yandexga обязательно 3 yil bo'lishi kerak. 3 yil bo'lsa, перевод водительское удостоверение bo'lishi kerak. Registratsiya 3 yil 3 oyga qo'yadimi? Birinchi 3 oyga qo'yadi propiskani. Ashi bo'lsa bo'ldi. Liboy Yandexga ham Maximda ham ishlayverasiz. U patentni sekin, shu ultra ishlab qilaverasiz. Siz razı so'ramaydi. Keyin patent olganingizdan keyin siz случайно patentga bo'lishi mumkin, kuzatib qo'yasiz. Разнорабочий, yo там еще профессия другой, например, parikmacher, yo kim bo'lib yana? Nimalar ko'p professorlar. Shu boshqa narsani kuzatib qo'ysangiz ham ishlasangiz bo'laveradi. U hech qanaqa nima qilmaydi. Stroyga emas, bemalol lij bir patentingiz bormi, propiskangiz bormi? Самое главное propiska. Propiskangiz bormi, bo'ldi, ishlayverasiz. Irkutskda shu tomonlama juda yaxshi, unga nima qilmaydi. Tekshirib bo'lib turadi. Bo'lmaydi emas. 1 oyda, 2 oyda bir bosganda u sizni patentingizga ham qaramaydi, даже гражданствоga ham qaramaydi. Oxirgi paytda shunaqa, ya'ni birov borib nimadan reviziyadan o'tkazib turib, отделga olib kirib, tekshirib nima qilib qo'yib yuboradi. Zo'r bo'lsa propiskangiz bazadan chiqsa bo'ldi, qo'yib yuboradi, ketasiz, ishni dash qilaverasiz. Qilishi mumkin bir просрочный qolgan bo'lsa, bir narsangiz noto'g'ri bo'lgan bo'lsa, shunda ishtirok yozishi mumkin. Atak o'zidan o'zi kelib olib, ishtirok yozib nima qilavermaydi. GAI xodimlari ham to'xtatsa, birinchi so'raydigani mashinaning dokumenti, to есть техпаспорт deydimi, жiltok, bizda жiltok deyiladi. Shu техпаспортingiz и водительское удостоверение, обязательно agar иностранный водительское удостоверение bo'lsa, переводini so'raydi. Переводdan keyin hozirgi paytda mana nimalar yo'qolib ketgani uchun hozir tekshiruvlar oldin ko'p edi, yo'lda to'sib propiska so'rardi. Hali amon deb qo'yadimi, nima deydi? Ashlar. PPSlar. Hozir PPSlar yo'q, umuman ko'rinmayapti. Qayerlar Rosgvardiyaga topshirib qo'ygan, shu Rosgvardiyalar tekshiradi. Ashlar yetishmayotganligi uchun hozir GBDdagi GAI xodimlariga topshirib qo'ygan, ashlar обязательно propiska so'raydi do'stlar. Propiskani suruvga o'tgan bo'lsa, keyin ular отделениyaga olib borishga majbur bo'ladi. Shuning uchun propiska bo'lishi kerak, обязательно. Propiska so'raydi, provezda so'raydi, mashinangiz uchotda turgan bo'lsa bo'ldi. Shu uchotdan chiqarib olmagan bo'lsangiz, tekshirib qo'yadi, bo'ldi. Shunday qo'yib yuboradi, ketaverasiz, darshni qilaverasiz. Shu do'stlar, agar yana bir qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyaga bemalol yozishlaring mumkin. Javob berishga harakat qilamiz do'stlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like tikka bosib qo'yasizlar.
obuna bo'lmagan bo'lsa obuna bo'lib qo'yasizlar. Do'stlar, o'zi bu men o'zim как YouTube kanalda как hobbi ishlatayotgandim. Hozir keyin bir ikkita video chiqarganimdan keyin savollar kelib, kommentariyada shu nimalar bo'lgani uchun ozgina qiziqish bo'lib, shu yo'nalishga kiryapman. Ozgina kamchilik bo'lgan bo'lsa uzr so'rayman. Endi birinchi, ikkinchi qadamga chiqib ketyapmiz. Shak-mashak do'stlar. Naborot podдержкада bo'lib, nima bo'lib, kommentariyalarda yozib, klasslarda bosib, aka period продолжайте дальше больше desalaring, qiziq videolar chiqaramiz Irkutsk shaharlarida. Полный dokument ishlari bo'yicha patent, qayerga topshiradi, shular bo'yicha video chiqaramiz do'stlar. Qanaqa video kerak bo'lsa, ishlar kerakmi? Mana shunaqa joylarga bir ishxonalarga borib, odam kerakmi? Полный ularni ham chiqarishga tayyormiz. Faqatgina shu sizlardan ozgina podдержка, qo'llab-quvvatlab tursalaring bo'ldi. To'g'ri, ozgina sal hayajon bor. Nima bor? Bu endi bir ikkita video qilib yana chiqarsak, inshaalloh yo'qolib ketadi. Shu normal bo'ladi. Только поддерживайте do'stlar. Olg'a. Assalomu alaykum. Yana uchrashguncha do'stlar. Aytganimdek, savollar bo'lsa bemalol yozib qoldiraverasizlar. Yana javob berishga harakat qilamiz.